Insonda quturish kasalligi ikki xil holatda namoyon bo'ladi. Birinchisi it tishlaganda, ikkinchisi esa Yangi yil bayrami kunlarida deyishgan ekan mashoyixlar. Bu albatta hazil, so'z bilan hazillashishdan qadar yaxshi, ammo bugun ajal bilan hazillashganlar haqida gapiramiz. Ma'lum qilinishicha 1-yanvar soat 00:10 da Chilonzor tumanida noma'lum shaxslar bir nechta avtomobillar orqali xavfli tryuklar qilib avariyaviy holatlarni yuzaga keltirganlar. Ushbu holatni sodir qilgan 4 nafar fuqaromiz shu hududda olib borayotgan ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzganligi uchun qonuniy chora ko'rishligi uchun Chilonzor tumani jinoyat ishlar bo'yicha sudiga hujjatlar rasmiylashtirib taqdim qilindi. Eng qizig'i, bunday xavfli harakat qilganlarning birontasida haydovchilik guvohnomasi yo'q ekan. Mana shu yerda Cobalt haydovchisi hech qanday hujjatlarsiz yonida insonlarni o'zini hayotini xavf ostiga qo'ygan. Necha yoshsiz? 19. Hech qanday hujjatingiz yo'q. Nechta nomiz? Adam nomi. Nima boshqaryapsiz? Nima olib ketdingiz? Mulkka qilaman deb olib chiqib ketdim. O'zlari aytdilar, borib o'tirib keldim. Yo'q, o'zim ruxsat so'rab oldim. Sizga qanaqa hujjatsiz boshqarish qilsa bo'ladi? Shu vaziyatda mashina ag'darib ketsa, drift qilganda, yo'q, ularsiz kim javob beradi? Hujjatingiz yo'q, drift qilasiz. 20 yosh. Hech qanday hujjatingiz yo'q. Hujjatim yo'q, endi o'qiyapman. Hayda, tezlash ey. Qiziq, bu udda biron bolalarga avtomobilni kim bergan ekan, a? 20 minut borib kelay dedi. Men mayli dedim. Bayram hisobiga endi bir shunaqa qilibdi-da, yoshlik qilib. Haydab turadi, endi lekin uzoq ko'chaga, uzoq joyga emas. Bo'lmagan shu mashinani bermaslik kerak. Dokument olib, keyin haydashga ruxsat beraman. Shuningdek, 2 nafar voyaga yetmagan shaxslar ota-onasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 47-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy qilgan huquqbuzarligi bo'yicha chora ko'rilib, ota-onasi bilan profilaktik ishlar olib borildi. Barcha qoidabuzar yoshlarga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 183-moddasi hamda 199-moddasi 1-qismidan nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli topilsa, ularga 194-modda 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorida, ya'ni 340 ming so'm miqdorida jarima jazosi, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 34-moddasiga asosan uzil-kesil har biriga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Juda noto'g'ri, hech kimga maslahat bermayman bunaqa bo'lishini. Yoshlarga berilib, Yangi yil bayram qilamiz deb shunaqa bo'lib ketdi. Mashina o'g'irlab chiqib bezbila haydashni ham tavsiya qilmayman. Degan ishim ham shu. Maqsad просто chiqib, ota-onam xursand qilib, ko'chada mashinani mulkka qilib yoqib qo'yish edi. Shu yerdan o'tib qaytayotganda bolalarga qiziqishga berilib ketib, yoshga qo'shish chiqib. Qilgan ishim noto'g'riligini, bu yerda bo'layotgan ishdan afsuslanib, ichimdan o'tayotganini o'zim bilib turibman. Qonun, bayram kunlarida ham qonun, shu jumladan bayramda jonimiz temirga aylanib qolmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling.